Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bir daqiqalarni aylantirib qo'ymasam, katayda bilan nafas qaytyapti. Xo'roz ham tuzaldi mana. Tomog'i og'riyotgandi, penstrip 400 dan qilsam, qo'ldan. Yana kuchayib ketib, o'lib qolay deb tuzaldi. 4,5 kilo hozirgi holat, avgust jo'jasi. Tomoshaga tuxumlari kerak bo'lsa, tuxum jo'jalari aloqaga chiqaverasizlar. Jo'jalar sal kattaroq bo'lsa sotiladi-yu, hozir ham ikkita savdo bo'lib turibdi. Iltimos qilganlarga beryapman. Xo'roz makoni yaxshilab ajrab olsa, keyin sotiladi. Juda garach xo'roz bu. Kaltagi ham zahar kaltagi bor. Vyetnam makon. Sotuvga qo'ydim, ko'pchilik qimmatsiradi. Endi buni bolalardan, tuxum, jo'jalardan ishbozlarga berib turamiz. 3 tulay makon, kunda makonlarning bolasi. Bitta sherik kurka bo'lgan ekan, bostirib qo'ydim.